bo'layotgan yangiliklar, ijodlar ko'rsatayotgan kreditlar to'g'risida ma'lumot berishingiz kerak. Sizlarga hozir bu yerga kelib turibdi, ipoteka to'g'risida. O'tgan 2015 dekabr sanasigacha 25%, 28%. 25% olinib to'lab qo'yardi. Yillik stavkasi 18%. Hozir 2025 15 dekabr sanasidan boshlab 20% boshlanish to'lab qo'yardi, 17%dan bo'ldi. Ya'ni shu o'tish shart emas, kart bilan boshqa narsa shart emas. Faqat u birlamchi uylar uchun, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri quruvchilar sotib olish uchun bo'lgan. O'zini o'zi maqtan shaxsga oiladan siz talab qilinmaydi. Bankimizda yana belgilangan o'rin, biznesda o'zini birinchi boshlanish, biznesni boshlash uchun o'zini o'zi maqtan shaxslarga 2021-yildan yuqorida avtomashinalar bo'ladigan bo'lish bo'lsa 100 milliongacha beriladi boshqa. Necha foizdan? 24. Tanqidlar berilyapti, bog'lanish, quyosh paneli uchun berilyapti, green iste'mol qilishimiz. Remont uchun kreditlarimiz bor, uyni ta'mirlashga. Valyutada berilgan kreditlarimiz bor. Hozir g'azna mobiliyasi orqali onlayn g'azna mikroqarz g'azna onlayn avtokreditimiz chiqdi. G'azna prilojeniyasini yuklab olib turishni kirsalaringiz ishlaydigan odamga 35%ni qo'yasiz. Uyingizga o'tiring, shartni ketsa bo'ldi. Onlayn